Ekber Tursun. Yo'qolib ketgani men Ramazonning 27-si 3 yil bo'ldi. Siz qayerda o'tirsizlar? Sizning o'tirishlik qeyroni qayer? Sayxonda Beytullah masjidining oldida o'tiramiz. Yo'l bizim Turkiyadagi vaqtda, Namirda o'tiribdik. Yo'lishingizni tutib ketgan vaqti qachon? 5-yil vaqasini Ramazonning 23-si yuzib olgandim unutib qolibman. 5-yil vaqas bo'lib 2 oydan keyingi 2-yillik. Bu qanchalik odamni birga tutib ketgan? O'zi yolg'izmi yoki bir qanchisini tang tutib ketganmi? Yolg'izman. Dukkanchi, cho'ng dukkan, Rabiya dasaning yindiman. Nima mallat u do'konda? Kiyim-kechak, sherik ochgan dukkan. Bu yo'l gap deb kiraylikcha ketganchilar. Kim ketgan, qayerga ketgan eng boshda? Eng boshda shu kelibman. Biz Qashqardan keldik. Qashqarning soqchilari, soqchi mashinasi bilan. Qur'atkinchaga. Ondan hammamiz bu bolalar bu 5-yil vaqasida qatnashmadi. Biz guva deb aytayotgan hammalar orqa olgan. Butun ichidagi sheriklar yo'q. Sanki rost qatnashmadimi deb, qatnashmadi deb nim qilgandan keyin telefon numerini berib, ajadam telefon numerini berib, so'raydigan gapga xotirjam bo'linglar deb demakni soat 3 bilan. Men o'qiganman keyin. Deb u xotirjam bo'ling deb o telefonlarni degandan keyin shuni bilan o qayerga tursanım deb so'rabdi. Ya mashina numerini yozolmabdi. Shuni bilan shu eketgancha odam ko'rishni desak, men yig'im deydim turib turib deb telefonni shu tinji qilayotganimga u telefon borda, telefon nomeri. O telefonni qat'iy ochmagan. Shuni bilan biz hamma turmuqqa bordik, qashimizda to'qizaq, mayimizda hozir sizdavatimiz. Lekin shundan tortib bizga bir ig'izli xabarni bermadi. Shu kelib ketgan odamning sizga telefon nomerini berib qo'yib. Qashqardan kelgan odam ekanligi aniqmi? Shunda bila olamsiz shuni? Uni biz uqmadik. Soqchi mashinasi aniq qilib. Qancha odam kelgan shu? Nomerini yozolmabdi. Qancha odam kirgan shu chaq do'konga? 2 odam. Ikkilis Uyg'urmi? Uyg'ur. Telefon nomerini berib biz so'rab qo'yitimiz deb chiqib ketgan, shundaqmi? Bu bolaning so'raydigan gap bor. Bir necha qizlar so'rab qolibman. Qaytirib o'tamiz degan. 3 kun qolgan bozordek bosib tinka va. Shu atrofdagi soqchi emasmi? Sizlar burun ko'rib yurgan soqchi emasmi? Uningda kimmi ko'rmadingmi? Emasmi? O soqchilar o'zini nerdan keldik, nani soqchisi dedi? To'qqizaqdan dedimi yo? Qashqar shahrining. Qashqar shahri. To'g'ondan keldik. Debkin. İsmin nima degan shu chaqda? İsmin nima deb tanishtirgan o'zini? İsmini nima degan? Demak, hozirga qadar siz nerlikini uqmaysizlar. Uqmaymiz, zarliq uqmaymiz. Hozir bu sizning qancha balanglar bor? 3 balam bor. Balaning cho'ng qancha yosh, kichik qancha yosh? Balaning cho'ng 7 yosh. Kichik yosh. 5 yosh. Siz qanday kun kechiryapsiz hozir? Men shu paypoqchilik qilib degandek ish tijorat. Hürmetli radyo anlıqçılar, anlığınızda g'oyiblardan Ekber Tursun'un kimligi ve onun g'oyib bo'lish jarayoni. Ma'lum bo'lishicha, oilalarning g'oyib bo'lganlarni izlash jarayonimi bir-biridan farqli. Ba'zilar hukumatdan adolat kutib farzandlarining 6 oygacha izdirkini qilmagan yoki izdirkini so'rashga petinolmagan. Ba'zilar toki Beyjingga qadar da'vo qilib borgan. Ba'zilar bu jarayonda soqchilar bilan so'qishgan. Bu sababli qo'llariga ko'zi silinib qamoqda yotgan. Ba'zilar oddiy bir uchurni ilish uchun amaldorlarga pul so'qgan. Onun için ben yine Abdülmüraylık Tottenham'da böyle başkolam göstermem. Aşı alağıyla arkalık bunu olan kattım. Bu tepsiden adımı bütkenim olan bu pululan bu balın ahvalını yaptadı. 5000 köpük bu ahvalını ben iniklap da iniklap balınınki şişen durmuştu balıkta. Bu balınınki kulu tutmaktan böyle aşı sol kulu azıcık işletkanlıkta. Bu doğruluk bana cevap verdi. Ben bunun işinişimde bizimki atıp vargan balıklar, bizimki çıkıp diyen balıklar adamın gibi okşa çıkıp kaldı. Siz muş uçurunu iliş için siz 5 milyon son pul verdiniz, şundak mı? Bu 5 milyon pul yani şu hazır hükümetten kanun organları içindeki işlevatkan, vazife etayotgan hizmetçilerge verdiniz. Şunda. Bu bir başlık mı ya adet gibi kadro mu? O çok başlık var. Ben bu telefonu görüştüm, üzülen görüşelmekler. Şu telefon numarını bizge dep beremsiz. Telefonu ben almak lazım. Hemmesinki. Şundami? Sizden şu pulni berip ağa uçurunuz bilen 5 milyon son berip. O turmada yetip çıkan, mahpusulab bir mezgil yetip çıkan balının gepi okşaş çıktı. Şunu olan siz... Okşaş. 5 milyon songa şu uçurunu fuqa vaqtınız kaçan? Bu
2010 yılı 7. etrafıda bu işler. Endi hozir sizga hukumat tarafdan berilgan rasmiy javob nima? Bola bor dedimi, yo'q demdi yoki saqlab turdi? Balın izdavat etmez. Bala işte izdavat etmez deydi. Ya'ni bolaninki izdirkini o'zlarimi bilmaydiganligini da'vatiri, shundaqmi? Ha, şundak. Bu Urumchi shaharlik soqchi idorasining gapimi yo Abdum rayonlik soqchi idorasining gapimi? Soqchi nazoratining. Ürümşehirlik gumancınınki asaciyatın ürümşehirlik gumancınınki bunun açık şahşında da var. Bizimki ürümçi müşahidime satmakçımızınki adına. Ha. Yani bulanlık 300 bin koydagen. Hemen balını aşında kadar ekstrema. Cinayeti bozsun suçlanmayı da siz yapmasılgan bana. Bu qachongi gap bu? Şu 2010 yılı 7. etrafıda. Ya'ni talab qilgan puli qancha? 300 ming so'mmi? Ha, 300 ming so'm. O mende onda pul bomuğa çıkandan özgürlüğüm var. Hatta ben gençlik o sürekli çalışmalar var bende. Shu iliq siz bergan 5 ming so'mni berib uchirni olgan odam shumi emasmi? Ha şu. Hozir u odam shu vazifasini ishlayaptimi yoki vazifasini olib tashlangandakmi? Ben onun bildiği görüşmedim o kamerayı almıştım. O bilmez gördüğüm kişiler yanına bakıp. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida 5-iyuldan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lganlar nomli chatma xabarning 14-qismini